Bora qol. Yaxshimisan? Men seni taniymanmi? O'ylaganingdan ham ko'proq. Men senman. Kelajakdan kelganman. Demak bu bizni futbolchi bo'lish orzuyimizga yetishganimizni anglatadi. Albatta, biz birgalikda ajoyib yutuqlarga erishdik. Do'stlarimiz ham yonimizdami? Ular endi shunchaki do'st emas. Endi ular bizning aka-ukalarimiz. Bitta savol bersam maylimi? Birinchi jahon chempionatimizni necha yoshimizda yutganmiz? Aslida men sen bilan aynan shu haqda gaplashmoqchi edim. Biz buni uddalay olmadik. Men qo'limdan kelgan hammasini qildim. Bor kuchimni sarfladim, ammo uddalay olmadim. Men buni hech qachon yolg'iz o'zim bajara olmasdim. Shuning uchun bu yerga keldim. Menga sening yordaming kerak. Menikimi? Ha. Sendan faqat bitta savolga javob kerak. Yana bir marta urinib ko'rishimni xohlaysanmi? Sen qaysi yildan kelgansan? Ha. Oxirgi marta.